Quyidagi masalada to'g'ri chiziqni analiz qilish sharti qo'yilgan. Bu degani demak to'g'ri chiziq kesmasining haqiqiy uzunligi va h v dubl v tekisliklariga nisbatan og'ish burchaklarini aniqlash kerak ekan. Biz bilamizki, umumiy vaziyatda berilgan to'g'ri chiziq kesmamizni proyeksiyalari o'zini haqiqiy uzunligidan qisqarib proyeksiyalanadi. Mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. AB kesma berilgan bizga fazoviy chizmasi. Buni 3 ta proyeksiyasi: gorizontal proyeksiyasi mana A1 B1 shtrix, frontal proyeksiyasi A2 B2 shtrix, profil proyeksiyasi A3 B3 shtrixlar. Bu kesma, to'g'ri chiziq kesmasi demak proyeksiyalar tekisligiga nisbatan og'ib turgan holatda joylashgan. Mana alfa burchak bu gorizontal tekislik bilan hosil qilgan burchagi. Alfa burchagimiz bu tomondan ko'rishimiz mumkin. Beta burchagimiz frontal tekislik bilan hosil qilgan burchagi bu. Gamma burchagimiz esa profil tekisligi bilan hosil qilgan burchagi bo'ladi. Demak, masalan shartida mana shu kesmani og'ish burchaklari hamda haqiqiy uzunligini aniqlash qo'yilgan. Bizga bu masala koordinatalari bilan berilgan ekan. AB kesmamizning koordinatalari demak A nuqta 150 100 20. B nuqtamizning koordinatalari x 50 y 20 z 100 bo'lsin. Bu nuqtalarni epyurni quramiz endi. Buning uchun koordinata boshidan A nuqtani koordinatasi x 150 ekan. Mana koordinata boshidan x tarafga 150, mana bu tarafga 150 o'lchab qo'yamiz. O'lchab qo'ydik. Mana hosil bo'lgan nuqtadan demak mana bu yerda bizda nuqta hosil bo'ldi. Mana bu masofa bizda x masofa 150 ga teng bo'ldi. Shu nuqtadan y o'qi bo'ylab pastga demak mana bu tomonga 100 masofa o'lchab qo'yamiz. Mana 100 masofani o'lchab qo'ydik. 20 masofani demak z masofani z o'q bo'ylab yuqoriga o'lchab qo'yamiz. Mana shu shaklda ketma-ketlikda o'lchaymiz. Demak, bu bizda x bo'ldi. X masofa, bunisi y masofa, bunisi esa z masofa bo'ladi. 3 ta masofani mana shu shaklda o'lchab qo'yamiz. Mana o'lchab qo'ydik. A1 shtrix deb ustidan ko'rinishini belgiladik. 20 masofa yuqoriga o'lchab qo'ydik. Bu A2 shtrix bo'ldi. A nuqtani frontal proyeksiyasi. Xuddi shu tartibda B nuqtani ham aniqlaymiz. B nuqtani koordinatalari 50 20 100 ekan. Mana x o'qiga 50 o'lchab qo'yamiz. Y o'qiga 20 o'lchab qo'yamiz pastga. Z o'qiga esa yuqoriga 100 o'lchab qo'yamiz. Mana shu shaklda demak nuqtalarni aniqlaymiz. Mana x ni o'lchab qo'ydik 50. Y ni o'lchab qo'ydik pastga 20. Buni B1 shtrix deb nomlaymiz bu nuqtani. Yuqoriga 100 o'lchab qo'ydik mana. Buni esa B2 shtrix deb nomlaymiz. A1 shtrix bilan B1 shtrixni, A2 shtrix bilan B2 shtrixni birlashtiradigan bo'lsak, mana AB kesmamizning proyeksiyalari hosil bo'ldi. Gorizontal proyeksiyasi hamda frontal proyeksiyalari hosil bo'ldi. Endi bu kesmamizning 3-chi ko'rinishini, profil proyeksiyasini aniqlash uchun biz A nuqtani profil proyeksiyasini aniqlamoqchi bo'lsak, demak A uchidan nuqtani A1 shtrixdan x o'qiga parallel qilib chizamiz. O'qqa kelguncha mana bu yerga. Mana shu nuqtadan 45 gradusda demak
y o'qimiz 2 ga ajralgani uchun bu tomonga chiqaramiz 45 gradusli lineyka yordamida. Hamda bu nuqtadan yuqoriga ko'tarilsak qancha ko'tarilamiz? Mana shu A2 shtrixni ro'parasigacha ko'tarilishi kerak. Bu A2 shtrixdan x o'qiga parallel chizadigan bo'lsak, mana shu nuqta bizda demak A3 shtrix bo'ladi. Xuddi shu tartibda B ni ham B1 shtrixdan parallel chizaman. 45 gradusli lineyka yordamida mana shu masofani o'lchab qo'yaman. Ya'ni bu yerda bizga hozir bu y masofamizni bu tomonga o'lchab qo'ydik. Mana shu ikkita masofa teng. Endi bu nuqtadan perpendikulyar chiqaraman x o'qiga mana qayergacha demak buni uzunligi mana bu B2 shtrixni ro'parasida bo'lishi kerak. Mana shu B nuqta bo'ladi bizda. Shu ketma-ketlikni bajaramiz endi. Mana A dan chiqardik. 45 gradusda chiqardim yoki xohlasangiz buni sirkul yordamida bajarsangiz ham bo'ladi. Sirkulni mana bu markazga qo'yib turib aylantirib mana yoy bilan chiqarsak ham mana shu nuqtaga yetib kelamiz. Yuqoriga ko'tarildi mana A2 shtrixni ro'parasigacha. Demak A2 shtrixdan olov chizig'ini olib kelamiz. Ikkala uchrashgan joyda mana bu yerda demak A3 shtrix hosil bo'ladi. Shu ketma-ketlikda B1 shtrixdan ham chizamiz. Mana chizdik. 45 gradusli lineyka yordamida yoki sirkul bilan ko'chiramiz bu y masofani bu tomonga. Mana shu hosil bo'lgan nuqtadan endi B2 shtrixni ro'parasigacha bo'luvchi chiziqni olib chiqsak, bu tomondan B2 shtrixdan olib keladigan bo'lsak, demak bular uchrashib mana bizga uchrashgan nuqtasi mana bu yerda B3 shtrixni beradi. A3 bilan B3 ni birlashtirsak, to'g'ri chizig'imizni, kesmani 3-profil proyeksiyasini aniqlab oldik. Mana proyeksiyalarni qurib oldik. Hop. Endi og'ish burchaklarini biz aniqlashdan oldin mana shu to'g'ri chiziq kesmasini haqiqiy uzunligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun to'g'ri burchakli uchburchak usulidan foydalanamiz. Bu qanday? Demak, bizga mana ekranda ko'rib turibmiz, delta y, delta z, delta x masofalar keltirilgan. Ya'ni delta x'imiz 100 ga teng ekan, 150 dan 50 ni ayiramiz. X a dan ayrilgan x b. Delta y a dan ayiramiz y b ni. Delta z z b dan ayiramiz z a ni. Ya'ni kattasidan kichkinasini ayirishimiz kerak bo'ladi. Qaysi birini qiymati katta bo'lsa, shu kattasidan kichkinasini ayiramiz. Xo'p, delta x ni bilib oldik, 100 ga teng ekan. Delta y ni bilib oldik, 80. Delta z imiz ham 80 ga teng ekan. Birinchi navbatda bizga delta z masofa kerak bo'ladi. Delta z masofani aniqlash uchun A nuqtani A2 shtrix bilan B2 shtrixni orasidagi masofa mana bu masofa. Bizga delta z ni beradi. Nimagaki z b dan mana bu masofadan z b dan 100 dan ayiryapmiz. A nuqtani masofasini mana 20 ni z a ni. Demak, bundan buni ayirsak qoladi bizda mana shu masofa. Bu delta z. Mana shu masofani mana ko'k rangda ajratib delta z deb yozib oldik. Shu masofani delta z ni A1 shtrix yoki B1 shtrixga perpendikulyar chiqarib, shu perpendikulyarga qo'yamiz. Bizda B1 dan chiqaradigan bo'lsak, chizmamiz ichiga kirib ketib qoladi. Demak, murakkablashib ketib qoladi. Chizmalarimiz kesishib, shuning uchun A uchi bo'sh bo'lgani uchun mana bu uchidan perpendikulyar chiqaraman. Mana shu shaklda. Mana perpendikulyar chiqarishdan oldin uchburchak lineykani mana shu holatda qo'yib olasizlar. Bu lineykani chizish kerak emas. Sizga tushunarli bo'lishi uchun lineykani joylashuvini men ko'rsatib ketyapman. Shu holatda qo'yib, demak,
mana perpendikulyar chizib oldik. Bu perpendikulyar chizig'imizning uzunligi mana shu delta z ga teng. Ya'ni 80 chiqdi bizda. Delta z masofani shu yerga qo'ydik. Hosil bo'lgan nuqta bu nuqta bizda A uchidan chiqqani uchun A0 deb nomlaymiz mana. Perpendikulyarda A uchidan chiqarganimiz uchun A0. A0 bilan B1 shtrixni birlashtiraman. Mana bu AB kesmani haqiqiy uzunligi hosil bo'ldi. Bu belgi demak haqiqiy uzunlik belgisini qo'yib qo'yamiz. Endi bu yerda og'ish burchagi, gorizontal tekislikka nisbatan og'ish burchagi alfa burchak bo'ladi. Uch burchagimizda 3 ta uchi bor bu yerda mana A1 shtrix uchidagi burchak 90 gradus. Bu javob bo'lmaydi. A0 uchidagi burchak ham javob bo'lmaydi. Demak bizda mana bu B uchidagi burchagi bizga izlayotgan burchak, ya'ni alfa burchak bo'ladi. Alfa burchak bu tekislik to'g'ri chiziq kesmasining gorizontal tekislikka nisbatan og'ish burchagi bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Bu chizmamizda mana alfa burchak gorizontalga nisbatan og'ish burchagi. Mana shu burchakni aniqladik hozir biz. Xo'p. Davom etamiz. Endi beta burchakni aniqlashimiz kerak. Beta burchakni aniqlash uchun bizga delta y masofa kerak bo'ladi. Delta y masofani qanday aniqlaymiz? Delta y masofa mana qiymati aniq bizda 100 dan ayrilgan 20 ni. 100 masofa bizda mana bu A nuqtani masofasi y koordinatasi mana bu 100. Bundan ayiramiz B nuqtani y masofasini mana buni. Natijada qoladi. Mana bunday chiziq bilan ayirib tashlasak, mana shu masofa bizda 80 ga teng bo'ldi. Nimagaki mana 100 dan ayirdik 20 ni. Qoldi 80. Mana shu masofa delta y bo'lar ekan. Buni chizmalarda chizib qo'yamiz. Mana bu shaklda mana gorizontal parallel x ga parallel qilib chiziq chizib olamiz. Demak, bu qolgan qismi bizda delta qizil rangda ajratib qo'ydim. Bu chizmamizda demak chizig'imiz delta y ga teng bo'ladi. Mana shu delta y ni aniqlab oldik. Uzunligi 80 bo'ldi. Chizmamizni A2 uchidan, A2 shtrixdan yoki B2 shtrixdan chiqarishimiz mumkin. Bu yerda ikkala uchi ham qulay bizga. Demak, perpendikulyar chiqaramiz xohlagan uchingizdan. Mana menda A uchidan chiqardim. Lineykani mana shu tartibda joylashtirib perpendikulyar chiziq chizib oldim mana. Bu chizig'imizning uzunligi demak delta y ga teng. Delta y ga teng, ya'ni 80 ga teng bo'ldi bu masalada. Bu aniqlangan nuqta A uchidan chiqqani uchun A0 deb nomlayman. A0. A0 bilan B2 shtrixni birlashtirsam AB kesmani haqiqiy uzunligi kelib chiqadi. Bu haqiqiy uzunlik mana bu haqiqiy uzunlik bilan bir xil chiqish kerak lineyka yordamida o'lchab tekshirib ko'rsangiz. Endi bu yerda beta burchagimiz qaysi bo'ladi? Demak, A2 shtrix uchi 90 gradus bu burchagi. A0 dagi uchi javob bo'lmaydi. Faqat mana bu demak B2 shtrix uchidagi burchak bizga beta burchakni beradi. Bu beta burchak to'g'ri chizig'imizning V tekislikka nisbatan og'ish burchagi bo'ladi. Mana bu chizmamizda mana ko'ringan bu yerda beta burchagimiz V tekislikka nisbatan og'ish burchagi mana bu burchak. Endi gamma burchakni aniqlashimiz kerak. Bu profil tekislikka nisbatan og'ish burchagi. Bu burchakni aniqlash uchun bizga delta x masofa kerak bo'ladi. Delta x masofamiz x lar ayirmasi, ya'ni x koordinatalarni ayirmasi. 150 dan ayrilgan 50. 100 ekan masofa uzunligi bo'yicha chizmadan ko'rsatadigan bo'lsam, demak mana bu koordinata boshidan A nuqtani x koordinatasi mana 150. Shundan ayiraman. B nuqtani mana bu masofani ayirib tashlayman. Qoladi bizda mana bu oraliq qoladi. Demak, bu masofa bizda 100 ga teng chiqdi. Mana shu masofa delta x ekan. Bu masofani mana qizil rangda ajratib qo'ydim. Delta x deb yozib qo'ydik. Delta x masofani
B3-uchidan yoki A3-uchidan perpendikulyar chiqaraman. Bu yerda keling, mana bu ikkalovida A uchidan chiqarildik. Endi bu yerda B uchidan chiqaraymiz. Buning uchun lineykani mana shu holatda joylashtirib olib, to'g'ri burchak lineykani perpendikulyar chiziq chizaman. Mana chizdim. Bu chizig'imizning uzunligi delta x ga teng. Bu masalada 100 ga teng ekan. Bu hosil bo'lgan nuqtani B uchidan chiqqani uchun B0 deb nomlaymiz. B0 bilan A3 shtrixni birlashtiradigan bo'lsam, mana AB kesmani haqiqiy uzunligi aniqlandi. Demak, bu haqiqiy uzunliklar bir-biri bilan teng bo'lishi kerak. Bu yerda og'ish burchagi gamma burchak, endi biz bildik, bu 90 gradus. B0 uchidagi burchak bo'lmaydi javob. Faqat mana bu burchak qoldi. Demak, bu burchak gamma burchak bo'ldi bizda. Mana shu ketma-ketlikda, demak, AB kesmamizning haqiqiy uzunligi hamda tekisliklarga nisbatan og'ish burchagini aniqladik. Bu yerda demak ikkita masala og'ish burchagi hamda to'g'ri chizuvni haqiqiy uzunligini aniqlash masalasi ko'rib chiqildi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, darslarimizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.